Telegramdagi Animedia rasmiy kanali taqdim etadi. O'ylashimcha hammaning esida bo'lsa kerak 8-qism. Ikkita farzandli bo'lib qo'yganidan o'qitilgan to'rt yeb. Shokolad Kupidon. Hoy, nima qilyapsiz? Kimni bolalari sizlar? Howie, bular seni farzandlaring. Nima deding? Pastga. Nima uchun? Bir necha kundan beri uyga kelmading. Biz haqimizni unutdingmi? Howie, ortga qaytildimi? Seni uyda farzandlaring kutyapti. Shoshma. Demak, mana bunisini ismi Xiaoming, shundaymi? To'g'ri topding. Mana bunisi esa Yaxong. Voy, bolalaring juda ham shirin ekan. Ovozingni o'chir. Sen bilan keyin gaplashaman. Men buni senga gapirmadim. Haligi hammasi yaxshi, Howie. Bugun uyga kelasanmi? Dadajon, meni qornim ochdi. Buni bilaman. Qani? Oyingiz bilan birga uyga boringlar. Keyinroq sizlar bilan maktab darvozasida ko'rishamiz. Hamda meni J amaki deb chaqiringlar. Keyinroq konfet beraman. Xo'p. Nahotki ular mening farzandlarim bo'lsa, bu narsalarga yana qachongacha chidab yurish mumkin? Hammasi dabdala bo'lyapti-ku. Band bo'lganim uchun senga buni ayta olmabman. Kupidon sehrining asosiy maqsadi odamlarning orzularini bajarish. Agar ko'p vaqt o'tib shartnoma bajarilmasa, afsun to'liqligicha bekor qilinadi va orzular haqiqatga aylanadi. Chinursim, bu qanday bemonlik? O'lgunimcha shunday bo'ladimi endi? Hoy, buni nimasiga siqilasan? Bolalarni konkretning layla ko'p kelgan bo'lsa, qiyinchiliklarga uchramaysan. Birinchida turgan Jang Howie, u dadangiz, keyingisi esa men. Dadam va uyim eng zo'ri. Bunday demasligimiz kerak. Jang amaki deb chaqir uni. Xiaohong dadasini aytganini qilarkan. Dada dema, Jang amaki de. Aytgancha to'g'ri, Jang amaki.
Salom eshitaman. Leniyvan, o'qituvchilar xonasiga kel. Gaplashib olamiz. Yaxshi. Oyingiz hozir keladi. Meni shu yerda kutib turing. Yana ketib qolmanglar, xo'pmi? Xo'p, bizdan xavotir olmang oyi. Xo'p, bo'ladi xonim. Shu yerda qolishga va'da beramiz. Tezroq keling oyi. Ketdik. Borib dadamni qidiramiz. To'xta, meni kut. Nima? Ular yo'qolib qolishdi? Bir muddat ularni yolg'iz qoldirgandim. Kelsam ular yo'q. Afsusdaman. Hoyi. Xo'p, mayli. Men maktabdan qarayman. Sen darvozani oldida qol. Balki ular qaytib kelishlari ham mumkin. Xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hoy qiz, nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Menga hammasini aytib berchi. Men Jangam akani yo'qotib qo'ydim. Jangam aka, men senga uni topishda yordam beraman. Rostdanmi? Ha. Jangam akangni qayerda yo'qotding? Nihoyat quvvatga to'lib oldim. Va endi Hoy betofi qavsarlar, hoziroq dadamni qaytarib bering. Bu qanaqa yetim qo'zi? U xalaqit beryapti. Qani, yo'qol. Bo'ladi endi. Qiziqqonda. Mana, hozir hammangni enangni chuqurg'anda ko'rsataman. Ha, sizlarga aytmadimmi? Ha? Ha? Yuhu, yey! Ular qayerda ekan, ha? Axir, onang nemagur? Kim cho'ntagiga yashirib oldi ekan? Hoy bola qidirib yurgan. Tez maktabdan bolangni olib ket. To'g'ri aytadi. O'sha bola hamma narsani rasvosan chiqarib yuribdi. Hoy, uni qayerda ko'rganingizni ayta olasizmi? Anitda. La'nati, qayerga ketdi ekan? Qizlarning kiyim almashtirish xonasi. Voy, eshitdingmi? Qayerdadir unaqa bo'lgan ekan, kiyimim unaqa bo'lib, anaqa bo'lib qopti. Agar o'sha bola shu yerda bo'lib qolganidami? Voy, dod! Bu kunimdan o'lganim yaxshi edi. Voy, seniki nechinchi razmer? Qo'ysang-chi, nima haqida gapiryapsan? Xuddi o'zingni bilmaganga olasan. Har kuni kechib ayt, nima qilishingni yaxshi bilaman-ku. Ana u. Ammo qaniydi shu yerga bitta bola kirib kelganida? Itdan tarqagan, haromi. Qo'ysang-chi. U yosh bola bo'lsa, unga hech balo bo'lmaydi. Jinhoyi. Tanxuan, nega bu yerda qizlarni poylayapsan? A? Demak, uning amakisi Jinhoyi ekanda. Demak, men yana u bilan ko'risha olarkanman-da. Sehong, kel tezroq amakingni qidirib topamiz. Qani, hamma sport zaliga. Jinhoyi bu safar ham ishgal boshlabdi. Tez borish kerak. Hoyi. Qanday pastkashlik, demak u qizlarni poylayotgan ekanda. Nihoyat qo'lga tushdingmi? Yaramas. Haligi unday emas. Buni sizga tushuntiraman. Buni sababi bor edi. Jinhoyi, sen o'zingni oqlay olmaysan. Hoziroq ularning hammasidan tiz cho'kib, yolvorib uzr so'ra, balki shunda ular seni kechirishi mumkin. Tushundim. Aytaman. Iltimos, menga ishoninglar. Hoyi aka, sizni qutqaraman. Voy dod, Xiaoming. Barakalla, bolakay. Hoy, hammasiga sabab bo'layotgan bola mana shu. Yo'q. Bu bolada umuman ayb yo'q. Uni ayblamang. Bunga men aybdorman. Xiaoming. Xiaoming. Dadamni topdim. Jinhoyi, sen g'irt buziqsan. Yo xudoyim, men tupikka kirib bo'ldim. Endi hammasi tugadi.
Hoziroq unga dars berib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Xiaoming, oyijon. Xavotirlanmasang bo'ladi. Ikkalasi ham yaxshi. Hauyi. Qoyil, sen buni juda ham yaxshi uddalayapsan. Men seni mukofotlayman. Faqat hozir. Bas qilay. Bu menga yoqmayapti. Hoy, ko'ppa-kunduz uyalmaysanmi? Li Yuan. Men senga bir gapni aytishim kerak. Bu ikkalasiga qara. Ular taxminan 7 yoki 8. Ha? Yoshda bo'lsa. Lekin sen va men 20 yoshga ham to'lmaganmiz. O'ylab ko'r. 20 minus 8 necha? 12. Tushunyapsanmi, Karl? 12. 12 yoshda farzand ko'rishning ilojisi yo'q. Aqling yetyaptimi? Ha, albatta. Albatta bolalar seniki. Voy, miyasi qurt yegan ahmoq. Xo'sh, endi tushunyapsanmi? Buni sehrli kuch deb qo'yishgan. Men hoziroq hammasini tugatishni xohlayman. Ha, senga yana bir gap aytishim kerak. Agar hammasi shunday qolsa, oxir yaxshilik bilan tugamaydi. U bilan gaplashgan istalgan kishi xuddi unga o'xshab aqldan ozisha boshlaydi. Katta ehtimol bilan uning oilasi. Hauyi, kim bilan gaplashyapsan? Haligi Li Yuan, qani uyga boraylik. Menimcha seni jahling chiqyapti. Bilaman, bunga kech, lekin agar seni kuzatib qo'yishimni istasang, shart emas. Chunki sen uzoq vaqtlardan beri uyga kelmaysan. Nima deyishimni ham bilmayman. Ammo qaytishga qaror qilganing yaxshi. Voy, uydamas. Oyi, biz qaytdik. Biz shu yerda. Agar Afsun uning oilasiga ta'sir qilmagan bo'lsa, unda men. Oyi, kechga nima tayyorlagansiz? Hidi buncha mazali. Xoramdan bo'lgan. Nihoyat uyga qaytsammi? Следующий seriyada Telegramdagi Animedia rasmiy kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Asliddin. Ushbu anime homiylik asosida chiqarilmoqda.新婚妻子人间蒸发，迷之力量千里追杀。在友情、爱情的陪伴下，能否守护住这个世界？科幻悬疑题材动画《时光鬼域》全网热播中。